Buni holatda bu juda ham ko'p hisoblanadi. Do'stlar, bugungi chislo 2025-yil 8-aprel sanasiga ko'rib turganlaring Vanderkot o'rigi. Hozirgi ko'rinishi. Do'stlar, bu o'zini-o'zi changlatadigan nav bo'lgani uchun bu juda ham serhosil nav hisoblanadi. Bu agar mash holatda, mevasi shu holatda agar pishiraman desalaring xato bo'ladi, chunki bu kalibri birinchi navbatda kalibri mayda bo'ladi, keyin sifatsiz, rangi ham past meva bo'lib qoladi. Shu sababli hozirgi kunda ayni vaqtda barcha meva turlarini birinchi navbatda hozirgi kunda o'rikni ertaki navlarini aynan Vanderkot, Cosmos, Magador, Mikado shunga o'xshagan ertaki navlarni hammasini hozirgi kunda serialatish usuli bilan mevalarini alohida sifatli meva yetiltirish uchun harakat qilishlaringni maslahat beraman. Video maxsus kuzatib borayotgan obunachilarimizga. Bunda qanday mevalar qoladi? Yaqinroqdan ko'rsating. Bu yerda mana 4 ta meva turibdi. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Ikkitasi yirik, ikkitasi mayda. Bular birinchi, ikkinchi gul hisoblangani uchun biz обязательно doim birinchi, ikkinchi gulni qogizamiz. Sabab birinchi, ikkinchi gulni qogizishdan maqsad bu juda ham yaxshi yetiladi, chunki birinchi gullagan baribir oldinda bo'ladi. Vanderkot o'rigi erta pishadigan bo'lsa, u juda ham qimmat narxda ketadi. Kech pishadigan bo'lsa, uni raqobatchilari boshqa joylarda ham chiqishini hisobiga narx tushib ketishi mumkin. Shu sababdan mevalarni seriyalashtirish usuli faqat ichidan birinchi navbatda eng maydalari terib olib tashlanadi. Holatidan kelib chiqib, mana e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bu yerda meva hajmi kalibriga mos holatda qo'yib borilishi kerak. Bu yerda 2 dona meva mana yetadi. Eng yiriklari tanlab olindi. Mana jup joylarda hech qachon qogizmaysizlar. Hammasi yakkalanib chiqish kerak bo'ladi. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Yaqinroqdan ko'rsating. Bu yerlar juda ham qalin. Daraxtni holatidan kelib chiqib turib, daraxtimizda, har bitta daraxtimizda unga tanasini kattaligiga qarab turib, necha kilo meva olishni rejalashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu daraxtimiz 5 yoshli Vanderkot o'rigi. 5 yoshli har bitta shox. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Shu qogizilgan mevalar juda ham sifatli, kalibri yirik mevalar bo'lib qoladi. Ana endi bu bitta daraxtimizda asosiy 4 ta shoxdan iborat. Yaqinroqdan ko'rsating. Daraxtimiz asosiy 4 ta shoxdan iborat bo'ladi. Har bitta shoxida maksimalni yo'g'onligiga qarab turib, yo'g'on shoxlarda 10 kilodan, mayda shoxlarda 3 kilo, 2 kilo, 5 kilodan. Hozirgi bu holatdan kelib chiqib, bu daraxtimizda maksimalni 25 kilo meva qo'ysak yetadi. Shu sababli har bitta mevani grammini hisob-kitob qilinadi. Grammiga qarab turib, meva taxminan 10 tadani 1 kiloga hisoblanadi. 10 tadani 1 kiloga hisoblab turib, har bitta shoxda sanab meva qogizilinadi. Ya'ni mana shoxlarda mana 2 donadan mana maydalar olib tashlanadi. Mevalar oralig'i keng joyda qogizish kerak bo'ladi. Sabab yaqin bo'lsa, meva kattalashgandan keyin bir-birini siqib otib yuborishi mumkin. Meva to'kilib ketish natijasiga olib keladi. Shu sababli shoshilmasdan e'tibor bilan mevalarning oraliq masofasini saqlagan holatda bir gugutdan kattaroq bo'lishi kerak yoki bir-biriga teskari holatda meva qogizish kerak bo'ladi. Yonma-yon meva qogizi bo'lmaydi. Sabab yonma-yon qogizilgan meva bir-birini siqib otib yuboradi. Sizlarga xuddi o'sha yonma-yon qogizsa qanday holatda bo'lishi mumkinligi haqidagi videoni ham ba'zi bir shoxlarda qogizib qo'yib, pishgandan keyin u qanday holatlarda bo'lib, qanaqa zarar keltirishi mumkinligi haqida ham video qo'yamiz. Faqat videoga like bosib keting. Xuddi shunda siz laykingizga qarab turib, u videoni chiroyliroq qilib qo'yishga harakat qilamiz. E'tibor berib ko'ringlar. Do'stlar, har bitta hozirgi kunda qilinayotgan ish sizni o'zingizni mana shu bog'dorchilik, mevachilik sanoatida olib borayotgan raqobatchilaringizga nisbatan harakatingizni bildiradi. Shu sababdan do'stlar, aynan xuddi shu kunlarda bu video Vanderkot o'rigi bor, ertaki o'rigi bor bog'bon dehqonlarga taalluqli. Обязательно seriyalashtirish usulidan foydalaninglar. Meva siyrak bo'lgan holatda ham daraxtni bir qator ko'zdan kechirib chiqishlaringni so'rab qolaman. Sabab chunki daraxtda siyrak holatda bo'lgani bilan ba'zi bir shoxlarida siz ko'rmay qolgan joylarda qalin bo'lishi mumkin. Shu qalin bo'lib qolgan joylarda sifatsiz meva bo'ladi. Daraxt imkon qadar 1 terim, 2 terimdan iborat bo'ladigan holatda qilish kerak bo'ladi. Ertaki mevalar erta yetilishi bilan qimmat narxda chiqishini bildiradi.
u agar qancha qalin bo'lgan sari shuncha kech pishadi. Shuni hisobiga raqobatchilar ko'payib ketib turib, narx juda ham pastlab ketishi mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz. Agar shu likeimiz 200 tadan o'tsa do'stlar, keyingi boshqa meva turlarini ham xuddi shunday seriyalashtirish, qanday seriyalashtirish kerak, unda nimalarga ahamiyat qilish kerakligi haqida video qo'yamiz. Serialashtirib bo'lganimizdan keyin bunga sepiladigan o'zini dorilari bor, vitaminlari bor. Bu haqidagi videoni ham keyingi videoda qo'yib boramiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etasizlar, sog' salomat bo'lasizlar. G'o'ra yegani ham kelaverasizlar do'stlar.